Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, sizlar bilan navbatdagi majburiy matematika 14-testimiz tahlilini boshlaymiz. Xo'p, birinchi misolimizda -2 yu 5 kesmaga tegishli nechta butun son mavjud degan savol berilyapti. Xo'p, yaxshi. Demak, mana shu kesmani chizib olamiz. Sonli oraliq -2 hamda -2 hamda 5 orasidagi butun sonlar. Xo'p, mana bu yerda to'rtburchak qavs bo'lgan sababli mana shu -2 hamda 5 ham javob sifatida qabul qilinadi. Demak, -2 bor, -1 bor, 0 bor, 1, 2, 3, 4 hamda 5 ham javob sifatida qabul qilinadi. -2 ham, -5 ham javobga kirayotganligi sababli. Demak, umumiy hisobda sanaganimizda 8 ta degan javob hosil bo'ladi. 8 ta butun son mavjud ekan. Demak, javobimiz D varianti. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolimizda davriy kasrni oddiy kasr ko'rinishga keltiring degan shart berilyapti. Xo'p, yaxshi. Demak, bunda nima ish qilamiz? Bunda oddiy o'nlik kasr berilsa, masalan, 0.10 berilganda 4/10 shaklida keltirar edik. Oddiy o'nlik kasrlarda. Endi davriy kasrlarda esa shu narsa mahrajda faqat 9 bo'ladi xolos. Ya'ni 4/9 holatiga o'tib qoladi. Bu davriy o'nlik kasrni umumiy holatda ko'rinishi. Demak, 4/9 bizning javobimiz bo'ladi. Bu esa bizda xo'p C variantga mos kelar ekan. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Uchinchi misolga o'tamiz. Xo'p, A mulohaza 5 ga bo'linadigan har qanday natural son 10 ga ham bo'linadi. Bu fikr to'g'rimi? Albatta yolg'on, chunki masalan 15 degan son olsak, bu 15 5 ga bo'linadi, lekin 15 10 ga nima qilinmaydi? Qoldiqsiz bo'linmaydi. Ana shuning uchun A mulohaza yolg'on bo'ladi. A mulohaza nima ekan? Yolg'on. Endi B mulohaza -1/4 hamda 2,5 sonlar orasida manfiy butun son yo'q deyilgan. Afsuski, -1/4 bilan va 2,5 orasida manfiy butun sonimiz bu -1 bor. Demak, -1 borligi uchun bu mulohaza ham, ya'ni B mulohaza ham yolg'on bo'ladi. Demak, A ham B ham yolg'on degan javobimiz bu esa bizda C variantga mos kelar ekan. A ham B ham yolg'on deyilganligi sababli. Navbatdagi misolimiz 4-misol. Rasmdagi har bir kvadratning tomoni 1 sm dan bo'lsa, bo'yalgan soha yuzasini so'rayapti. Ya'ni bizdan doiraning yuzasini so'rayapti. Hop, radiusga e'tibor beradigan bo'lsak, radiusimiz 2 sm ga to'g'ri keladimi? Shunda uning yuzasini formulasi pi(r) kvadrat formula orqali topilardi. Demak, pi ko'paytirilgan 2 ning kvadratda bu degan 4pi degan javob kelib chiqadi. Bu demak 4pi degan javobimiz mana shu doiraning yuzasi, ya'ni A javobga mos kelyapti. Xo'p, 5-misolimizga o'tamiz. Xo'p, tomoni 1 sm dan bo'lgan kvadratchada tashkil topgan ushbu shaklning perimetrini hisoblanyapti. Demak, perimetrda sirtini kvadratcha sonini sanab chiqamiz. Bunda boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uzr. Xo'p, chekkadan hisoblamoqchi edim. Demak, hozir bu yerda nechta bo'ldi? 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, bu yerdan 12, 13, 14, 15, hop, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 hamda 26 ta tomondan iborat ekan. Demak, perimetri ham aynan 26 sm ga to'g'ri keladi. Demak, 26 ko'paytirilgan 1 barobar 26 sm ga to'g'ri keladi. Bu esa bizda A javobga mos kelar ekan. Yaxshi, navbatdagi misolimiz 6-misolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu o'nlik kasrni hisoblanyapti. Demak, 4,8 ni 3 ga bo'lib olamiz. Demak, 4,8 ni 3 ga bo'lamiz. Oddiygina, 4 ichida bitta bor, 3 kara 1 3, ayiramiz, 1 qoldi. 8 tushib keladi, faqatgina virguldan keyin son pastga tushganligi uchun avval virgulni olib o'tib olamiz. 1,18 ichida 3 talikdan 6 ta bor, 3 kara 6 18, ayirib qo'ysak 0. Demak, birinchisini bo'lganimizda javobimiz 1,6 kelib chiqdi. Endi 1,5 ni 3 ga bo'lamiz. Bunda mana 1 yetmaganligi sababli 15 ni oladigan bo'lsam, bu yoq 0 butun qilib qo'yadi, chunki 1 yetmaganligi sababli. Endi 15 ichida 5 ta bor, 3 kara 5 15, ayirib qo'ysak 0. Demak, javobimiz 0,5. Qo'shilgan 0,5. Ana endi bizda 1,6 bilan 0,5 ni yig'indisi turibdi. Mana shu sonlarni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizning javobimiz bo'ladi. Demak, 2,1 ga teng. Bu esa xo'p, B javobga to'g'ri keladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. 7-savolimizda ushbu proporsiyani noma'lum hadini toping deyilgan. Xo'p, bu proporsiyani quyidagicha ishlaymiz. Ya'ni 18 bo'lingan x barobar 54 ni 6 ga bo'lganimizda nima chiqadi? 9 kelib chiqadimi? Ana mana shu holatdan 18 ni nechiga bo'lsam 9 esa x barobar 18 bo'lingan 9 bo'lib qoladi. Ya'ni x barobar 2 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda D variantga mos keladi.
Xo'p, navbatdagi misolimiz fermer xo'jaligida 270 tonna paxtaning 9 dan 7 qismi terildi. Yana qancha tonna paxta terish kerak deyapti. Demak, 9-7 qismini topib, 270 dan nima qilish kerak? Ayirib yuborish kerak. Shunda qolgani kelib chiqadi. Buning uchun 270 ni nima qilamiz? 9 ga bo'lamiz. 30 kelib chiqadi. Mana shu 30 ni 7 ga ko'paytiramiz. Qancha terilganligi kelib chiqadi. Demak, 30 kara 7 210 tonna nima qilingan ekan? Terilgan. Ya'ni 9 ga bo'lib, ya'ni mahrajga bo'lib surat ko'paytirish kerak. Yana necha tonna paxta terilishi kerak degan savol beryapti. Demak, 270 tonnadan ayaveramiz 210 tonnani barobar 60 tonna degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda hop B variantga mos keladi. Navbatdagi savolimiz 9-savol. 20 minut necha soat? 20 minut necha soat? Buning uchun 1 soatimiz necha minut? 1 soatimiz 60 minut bo'lganligi uchun mana shu sonimizni 60 minutga bo'lib qo'yamiz. 60 minut. Bunda qisqarib ketganda 1 taqsim 3 soat ekanligi kelib chiqadi. Demak, javobimiz C variant. So'nggi savolimiz 3 taqsim 2 qismi 24 ga teng bo'lgan sonning yarmini toping deyilgan. Qanaqadir sonning, masalan, x sonining hop 3 dan 2 qismini topishlik uchun mana shunaqa tenglama tuzib olamiz, ya'ni u sonni ko'paytiramiz. 3 dan 2 qismi 24 ga teng bo'lgan son topamiz. Demak, bu tenglama yechishni x barobar 24 bo'lingan 2 taqsim 3 bo'lib o'tadimi? Ya'ni ko'paygan sonimiz o'ng tarafga bo'lingan bo'lib o'tadi. Va bo'lingan kasrimiz o'rni almashtiradigan bo'lsa 3 taqsim 2 bo'lib qoladi va 12 bilan 24 bilan 2 qisqarganda 12 kelib chiqadi. 12 kara 3 esa 36 degan javob hosil bo'ladi. Demak, bizda aytilgan son 36, lekin savolga e'tibor beradigan bo'lsak, uning yarmini toping deyapti. Sonning yarmini toping deyapti. Demak, 36 ni 2 ga bo'lib qo'yamiz bunda. 18 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda B variantga mos keladi. Mana shu bilan 14-testimiz tahlilini to'liq tugadi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.